Ular eshik taqillatadi. Ammo bu taqillash har doim ham quvonch bilan kutib olinmaydi. Ular kirib boradi. Ammo ularni kutayotgan nigohlar iliq emas, savollar esa ko'pincha og'ir. Ular o'z ishini bajaradi. Minnatdorchilik kutmaydi, chunki biladi, ularning vazifasi olqish uchun emas. Yomg'ir yog'adimi, quyosh qizaradimi, farqi yo'q. Qo'lida planshet, yuragida mas'uliyat bilan ular yana yo'lga chiqadi. Ular biladi, har bir qaror ortida inson taqdiri turadi. Ular oddiy kasb egalari emas. Ular ko'rinmaydigan chiziqlar orqali kelajakni chizayotgan insonlar. Bugun ular tekshirayotgan hudud ertaga farzandlarimiz yashaydigan makon. Bugun ular qat'iy turgan nuqta ertangi kunning mustahkam poydevori. Kadastr inspektorlari, ular shunchaki nazorat qilmaydi. Ular yerning haqiqiy himoyachilari. Ular adolat chegarasini belgilovchilar. Ular kelajak avlodning sokin hayoti uchun bugun kurashayotgan insonlar. Ular ko'rinmaydi, lekin ularning izi qoladi. Ular eshitilmaydi, lekin ularning mehnati gapiradi. Va bir kun bugun tushunilmagan bu fidoyilik eng katta minnatdorchilikka aylanadi.